Dinimiz faqat yaxshilikka chaqiradi. Dinimizda nima narsani targ'ibi bor bo'lsa, uni mahkam tutib, unga amal qilishligimiz kerak. U nimadan qaytaradigan bo'lsa, undan yiroq bo'lishligimiz kerak. U haqida o'ylab ham o'tirmasligimiz kerak. Shundagina dunyo va oxiratda saodat topamiz. Sahoba-i kiromlarni payg'ambar alayhissalom atroflarida yashaydigan, u zotni dunyoda ham ko'radigan baxtiyorlar safida bo'lishliklarining asos sabablaridan biri ularda ilmga, ma'rifatga, najotga, haqiqatga bo'lgan intilish yuqori darajada bo'lgan. Bir hadis sharifni olib qaraylik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom oldilariga sahobalaridan birlari kelib, "Ya Rasululloh, menga nasihat qiling" dedi. Habibimiz alayhisolatu vassalom boyagi sahobaga "La tag'dob, g'azab qilmagin" deya marhamat qildilar. Sahoba-i kirom Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan yana boshqa bir nasihat bormikin degan ilinjda "Ya Rasululloh, menga nasihat qiling" dedi. Habibimiz alayhisolatu vassalomdan yana o'shanday g'azab qilmagin degan nasihat bo'ladi. Uchinchi bora so'raganlarida ham Payg'ambar alayhisolatu vassalom yana "La tag'dob, g'azab qilmagin" dedilar. Masala shunday. Ba'zida inson o'ylab qoladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom taqvoga, ihsonga, muruvvatga, qo'ni-qo'shniga yaxshilik qilishlikka, silay rahm qilishlikka, ota-onaga yaxshilik qilishlikka bo'lgan bir qancha nasihatlari, da'vatlari bo'lishligi mumkin edi-ku. Nega bir insonga takror 3 bora shu gapni aytdilar? Bu o'rinda mana shunday katta bir hikmat yuzaga chiqadi. Har bir inson maqomga ko'ra gapirishligi, insonlarni holati, o'zini tutishligini yaxshilab payqab olib, malhamni, jarohatni o'ziga qo'yishligi ta'limi bordir. Aynan ushbu hadis sharifning o'zida. Negaki Payg'ambar alayhisolatu vassalom boyagi sahobani kimdandir qattiq g'azablangan, o'ch olish hissi bilan yashayotganini payqagan va u insonga ayni paytdagi eng zarur narsa g'azabnok bo'lib, alamzada bo'lib, kimgadir, boshqa bir musulmonga zarar yetkazib qo'ymasligi uchun Payg'ambar alayhisalom aynan mana shunday nasihat qilganlar. Qarang azizlar. Birgina hadis sharif. Uni ma'no va mohiyatini agar o'rgansak, dinimizni oliy bir cho'qqida ekanligini yana bir bor anglaymiz. Iymon nurimiz ziyoda bo'ladi. Faoliyatimiz davomida ham har bir narsani tub mohiyatini anglab, ana shunday jarohatlarga munosib malhamlarni qo'yishlikka bizlar uchun juda ham katta asos, dalillar bor. Shunday yo'l yo'riq bilan ish ko'radigan bo'lsak, albatta jamiyatimizda beqarorlik emas, barqarorlik hukm suradi. Alloh hammalarimizni mana shunday hikmat bilan kun kechirishligimizni barchamizga nasib etsin.